Assalomu alaykum Zafarbek Umron obunachilari. 14 kunlik paket xudo xolasa Sintrom kompaniyasi avto samolyotlar ham o'zimizniki. Hammanglarni pastdagi nomerlarga murojaat qilib, biz bilan birga umra amallarni bajarishga taklif qilamiz. Hammanglar shu joylarga kelish ro'zi nasib aylasin. Mana hozirgi vaqtida Madina Munavvaradamiz. Madina Nabaviy masjidimizni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ravzalariga olib kelish uchun mana hamma guruhimizda to'playamiz. Shu joyga hozir endi navbat bilan olib kiriladi. Shuning uchun mana shu yerda turibmiz. Hammanglar bizni kompaniyaga kelishinglarni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, jamoatimiz ko'payishiga, faol bo'lishiga yordam bergan bo'lasizlar. Mana hozir opalarimizni ko'rsatamiz. Mana kirib ketayotganlarni bir qator qilib. Navbat qilib mana bir chekadan olib kirib ketiladi. Hozir to'xtab turing. Ular nima? Mana mehmonlar, bundan keyin mana Xitoydan kelgan mehmonlarimiz bor, undan keyin mana O'zbekistondan kelgan mehmonlarimiz bor. Mana hammalarini xudo xolasa ravzaga olib kiramiz hozir. Hammalarini xudo xolasa ravzaga olib kirib, chiroyli 2 rakat nafl namoz o'qishadi, xudo xolasa salomlar yetkazishadi, xudo xolasa. Yaxshi niyatlardamiz. Hammanglar duoda bo'linglar. Jamoatimizga barakalar bersin. Domlamizda mana xudo xolasa xizmatda, xizmatlarni qiladi.